Yo hammaga salom sizlar bilan men Javohir Roblox bo'ldi. Bugun biz bir qo'shilgan Asmir Keyboard o'yinini o'ynaymiz. Bo'lmasam videoni boshladik. Let's go. Nimagadir qo'tyapti. Nima qilamiz? Teleport qilamiz. Mana 4-inchisiga. Yıkıldık. Böyleyin 4-inchisigacha o'zimiz o'tishimiz kerak. 100 milyon men chunki osonlikcha yaqin bu. Mana 100 milyon yaqinman. Adinabuzda yaqinman. Bittasi bitta milliondan beradi. Qo'yganlarda ham shunaqa birdan oxirgi sitadan beribdi. Qaysidir kimdir kirdi. Nimaga birinchisidan o'ta olmayman? Nimaga har doim birinchisidan o'ta olmayman? Buni otish ilojsiz. Tezlik katta. 100 qilamiz tezlikni. Yana bir qaror qilib qo'yamiz. Bitta o'sha turamiz. Buni bo'ling, gurzangizni olaman. Allanayapman. So'raganlar uchun. Mana. Lekin bu boshqalarniki. Bu esa meniki. Bu yerda odamlar ko'rsatar ekan. Ana 4-stage'ga keldik. Nimaga tushib ketdim men bechora? Nimaga men tushib ketyapman? Nimaga yo'q? Bundan o'tish ilojsiz. Yoki ilojlimi? Speed nokta yozmanglar. Chunki men buni olish uchun 3 oy bu levelga yetish uchun 3 oydan ko'p harakat qilganman. Yana men Saha Speedga adashmasam o'tgan kunga chiqdim. Nimaga birinchisidan o'ta olmayapmiz? Nimaga o'ta olmayapmiz? Ana o'tdik. Yana stage 2ga keldik. Nimaga sakrab bo'lmayapti? Mana bu yerda sakrayapti, u yerda sakramayapti. Nimaga? Endi bu yerdan yana o'tish muammo bo'lar ekan. Voy qandaydir omad tufayli o'tibman. Mana What is it? Mama qamaniki ya. Oddiy balkonni skiniga o'xshamaydigan
sal yaxshiroq skilllarni xohlamoqchi bo'lsanglar, men uni ham videosini chiqaraman. Xuddi menikiday. Men ham oldin qanaqadir tincha skillarda o'ynab yurganman. Neyse yaqinda qilganman. Yaqinda emas, ancha bo'lgan. Buni avatarlari ham bor. Qani avatar? Mana Switch avatar. Mana. Oldin mamnisida o'ynardim, hozir esa mamnisidaman. Video qilaymi? Ayting. Kommentariyaga yozing. Voy jonni, qatdan o'tib bo'ladi. Bunday qilamiz, teleport qilamiz. Ana punchga yurib ketmaydimi? Men boya bundan teknik sifatdan paydo bo'lib qoldi. U yurib ketadigan odatlari bor buni. Video olishdan oldin mashinadan o'zida o'zi ham flashning tezligida kelib o'ldirib ketdi. Kattakon nima yozyapti? Yo'q, bir balola joyingan. Nimaga kirganini farqi yo'q. Yo'q, kuydik. Kuyliklardan kuydik. Endi teleport qila olmaymiz. Chunki yuzdan tushib ketarkanmiz. Falakat. Tezlikni kattalashtirish kerak. Lekin menda T'da, mana esa bitta qiy speed bor edi. Mana. Hatto bittani shunda yig'ilib bittani qo'shiladi bo'ldi. Menga obuna bo'linglar. Men streamlarda har xil chatlarni yoqaman. Super chatlarni yoqaman. Shunaqalarni yoqib, sizlar menga donat qilasizlar. Men 100x speedlarni yoki boshqa narsalarni ochamiz. Obuna bo'lib like bosing. Video hali tugagani yo'q. Ovozlar bor. Ovozini balandroq ko'taramiz. Mana qaranglar. Agar personajni yaqin qo'yib anaqa qilsanglar, ovozi baland eshitiladi. Agar personaj uzoq qilsanglar, ovozi eshitilmaydi. Voy, yana 100 o'tamizmi? Bittasidan o'tkazganda, yo birinchisidan sal osonroq qilish kerak. Akkauntimda ptichvalilik birinchi bo'lib mashina to'g'rilayman-da. Voy. Nimaga men tushib ketyapman? Sakrashni bosyapman-ku. Mana qaranglar, o'zinglar sakrashni qarab qo'yinglar. Mana men bosyapman. Sakrayapti hozir keyin. Falakat nima yordam shunaqa. Endi yana yana max speed qo'yamiz. Bolachalar qayerlardir? Qaynaysilar. Nimaga bu yerda o'tiribsizlar? Nega qo'rqma? Xullas. Hamma bitta ochganimda qarasam menga 500 million kerak. Ya'ni supernovani ochishim kerak. Men bitta har xil termat mil titaylar qo'shilgan. Orqadan chiqadigan speed boot oshiradi.
oxiri Infinite Detail 5 million speedboat, lekin mana bunisi undan ancha yaxshiroq. 3 million bo'lsa deyarli farqi ko'p. Yana speed oshiraveraylik. 65 edi, 66 bo'ldi. Ko'rdinglar, shuncha harakat qildik. Men admin abusda elektrik aurani oxirigisini olganman. Instrumentlardan legendarnisini olganman. Bu yerda hech bir narsa kelmagan. Keyin admin abusda kelsa kerak. Mana. Hozir bunga qo'shilib qo'yganman. Agar xohlasanglar, hozir o'sha o'yindan chiqib ko'rsataman. Mana chiqdik. Bitta har xil o'yinlar chiqib keladi. Mana sal pastroqqa tushsanglar, mana 11-iyulda soat 11da, kechqurungi 11da admin abus bo'ladi. Men bunga qo'shilib qo'yganman. Yangi modellar qo'shilar ekan, speedrun model qo'shilar ekan. Mana bu yerda yana bir narsalar bor. Agar mana Secret Studio pitichkani ustiga bosib, web join, mana bu yerda join community bosib, o'yinga kirsanglar, frag liftda bosib, o'shadan olsanglar bo'ladi. Bu yerda har xil o'yinlar bor. Men sizlarga personajni qanday qilib to'g'irlashni ko'rsataman. Bu yerda har xil pulli narsalar chiqib keladi. Men kiritganma bosasizlar, keyin mana FR edi bosasizlar. Keyin frega kiradi. Mana yerda hamma tekin narsalar bo'ladi. Hamma emas, pulli narsalar ham chiqib qoladi. Bu yerda tekin narsalar ko'proq chiqadi. Mana har xil robotchalik anaqalar narsalar, sochlar chiqib keladi. Shlapani Braziliyanikini kiydirib qo'yganman, chunki O'zbekistonniki yo'q ekan. Men bu yerdan rosa qidirganman. Mana emotsiya bor ekan. Men emotsiya qidiryaptim. Qanaqa emotsiya ekan? Qanday sotib olamiz? Sotib olgan ekanman. Shunchasiga solgan ekanman. Mana 7-chisiga mana solamiz. 8-chisiga yo'q, animationga oddiy o'zinikini qo'yib qo'yganman. Mana bitta bor. Mana menga eng yoqqani mana shu bo'lgan. Donator bo'lib ketsam birinchi bo'lib mana shu skillarni olaman. Bu yerda mana shundan hammasini to'g'irlaysizlar. Hozir mana Italiyaniki ekan, Meksikaniki ekan, mana to'g'radi. Hozir mana shu keyingi videoda qo'yalarini ham ko'rsataman. Mana shu keyin sochchi yo'q qilib qo'yasizlar. Ichidan kiyim kiydirishinglar kerak. Skin tayyor bo'ladi. Keyin o'ynaverasizlar. Mana bodydan almashtiradi. Sochchi yo'q qilib qo'ysa bo'ladi. Bo'pti, xayr.